aka, Saydulloh aka, bundan oldingi imomlar endi opalarimiz Xolil aka, Yashqor aka, Mulla Bahriddin aka, Sattorjon aka o'shalar bo'lib muvoliya maqsadiga mana past o'tganda ayrimlarning ismlarini bilamiz, lekin dinga xizmat qilgan mana shu mo'min musulmonlarga foydasi teggan ahli ilmlarni soni endi o'zgargan davrda qancha bo'lgan? Mana 124 ming payg'ambar bo'lsa, biz Qur'onda 25 tasida zikr qilingan, lekin qolganini ismini bilmasligimiz, biz ularni eshitmasligimiz ularni martabasini tushirib qo'ymaydi. Alloh taolo mana shu o'zgardi, dinga, ilmga, mo'min musulmonlarga xizmat qilgan ahli ilmlarni lutf etganlarimizni Alloh taolo martabasini baland qilib, xizmatlarini qabul qilib, ilohiy oxiratda payg'ambarlarning saflarida, payg'ambarlarning merosxo'rlarining saflarida bo'lishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Mana endi masjidimizni shu shakliga kelib, madrasalar, yangi bir binolar qurishligi albatta bu yerda Yo'lbarsxon hoji akani oilasi, hoji opamiz Ramzonxon opa, Ne'mat akamiz, hoji aka, Sherzod o'g'li, o'sha oilani tashabbusi bilan, ko'p harakatlari bilan mana masjidimiz mana shu shaklga, mana shu holatga kelib turibdi. Alloh taolo ularni ham shu masjidga evaziga jannatdagi qasrlar bilan, binolar bilan o'zi mukofotlab, ko'zlarini quvontirgan bo'lsin. Endi bularning bunaqa ishlari ko'p. Lekin men bittasini aytyapman, Alloh taolo hamma qilgan xizmatlarini qabul qilsin. Yana boshqa bir yangi maslahatlar qilib turibmiz. Xudo xolasa Ramazondan keyin mana shu siz bilan biz o'tirgan namozxona ham Xudo xolasa yangi bir shaklda, yangi bir ta'mirlarda o'tgan holatda. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa yanagi Ramazonda yangi bir o'zgacha masjidda, xonaqoda Xudo xolasa hamma Qur'onlarda Ramazonlarda o'tkazamiz iloyim. Xo'p, Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin. Bizga endi xizmat qilib yil davomida ko'makchi bo'lib turgan mana bir yil bo'ldiki, madrasamiz, qorixonamiz ishga tushdi. O'sha qorixonamizni shunday bir shaklda yurib, qorilar o'qib, qorilar chiqishligiga sababchi bo'lib turgan aka-ukalarimiz bor. Birinchi navbatda madrasani qurib berganlarni, binoni ta'mirlaganlarni eslab o'tib, endi albatta bugun iftorlik dasturxonini yozgan Zafarjon degan ukamiz. Biz ukamizni men taniyman, bir marta ko'rishdim, lekin tanishimizdan oldin u kishi o'zimizni topib, tanishib shunday bir har yili xizmatlar qilib keladi. Nima xizmat aytadigan bo'lsak, ziyodasi bilan xizmatlarimizni bajarib turadi. Mana shu qorixonamizni asosiy yurishligiga, qorixonlarni